qo'li qisib qoladimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Avtomobilimizning elektropaket bagajniklariga ega, yuradigan omborxonamizning hajmi 300 litrdan oshadi, 7 o'rindiqqa ega bo'ladi. Tinchlik bo'lsa, yo'q, mana ko'rdinglar, o'zi qo'yib yubordi. Ham sportivniy ko'rinish hamda Dodge oilasiga mansub bo'lgan ushbu avtomobilimiz haqiqiy muscle SUVlardan hisoblanadi. 3.6 V6, 353 Nm, 295 ot kuchi bo'ladi. 0 dan 100 gacha 7.4-7.6 sekundda qo'zg'alib berishi mumkin. Bu avtomobil Dodge Durango'ning GT komplektatsiyasida bo'lganligi uchun o'zining oilasida eng hamyonboplardan biri bo'ladi. Bundan tashqari maxsus buyurtma orqali eng maksimal komplektatsiyalarda ham yetkazib berishimiz mumkin bo'ladi. U SRT 602 nomi qurgur helikat bo'ladi. 710 ot kuchida. Ma'lumot uchun Charger sedan, Challenger coupe, Durango esa xuddi shu avtomobillarning kattasi, ya'ni SUV ko'rinishida bo'ladi. Interyer dizayni ham Charger va Challengerning o'zginasi. Narxi esa haqiqatdan bor yo'g'i 45 ming AQSh dollari CIP O'zbekiston bo'ladi. Bu va bunga o'xshagan o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning bojxona to'lovlari, yetkazib berish narxlari, to'liq ma'lumotlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizda batafsil kunlik yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.